Assalomu alaykum hammaga. Mana navbatdagi filmimizni montajini boshladik. Xudo xolisa mana eski kafyor joyidan kesib olishdan avval ichlarini yaxshilab yuvdik. Juda qorayib ketgan suvlari. Hozir deyarli 7-8 marta to'ldirib bo'shatyapmiz. Ichini yuvish maqsadida hozir mana nasib qilsa yangi katyolimizni o'rnatamiz. Ana azizlar, katyolni ham ajratib oldik. Tagi allaqachon chirishni boshlagan. İçinde ham juda ko'p musor nagarlar bor. Ular bo'ladigan darajada emas, o'tib qolsak ham bo'ladi. Zaynab ketgan mana shu atvotlari ham. Hozir yangi katyolchamizni o'rnatamiz. Приспособление qilingan mana. Keraklarni o'rnatamiz joyiga. Montajini boshlaymiz inshaalloh. Sizlar katyolimizni ham o'rnatib oldik. Ustiga qopqochalar yasab. Hammasi joyiga bo'ldi. Tikuvkalari hozir baland o'qib qo'yganmiz. Hozircha kondensat ajratyapti, ozgina. Suvni отопленiyadagi общий suvni harorati normal holatga kelgandan keyin kondensat ajratishni to'xtatadi. Allaqachon hozir termometrimiz yo'q edi, lekin уже hammasi chotki bo'lgan. Nasib qilsa zakonli isitib beradi. Уже yarmidan oshiq joyda iliq bo'lgan. Tagida sovuqroq. Bu tabiiy holat. Yaqinda bularni hammasini eski izolyatsiyasini olib tashlab, chiroyli qilib izolyatsiya qilib beramiz. Mana shlanglar almashdi. Hammasi. Mana xullas navbatdagi ishimiz ham tayyor bo'ldi. Mana izolyatsiyalarimiz ham bo'ldi. Hammasi stiklavata ustidan alyuminiy skoch o'rab chiqdik. Tepaga hammasi